Nima uchun ota-onalar birgalikda o'yin o'ynashga, bolada qizg'anish odati yo'q bo'lmagunicha hushyor turishlari kerak? Keling, buni bir qancha sabablarini sanab o'tamiz. Birinchi sabab bolani jamoada o'zini o'rni bo'lishiga. Chunki bola qancha atrofdagilar bilan bo'lishishni va birgalashishni o'rgansa, jamoada o'zini o'rnini topa oladigan darajaga chiqa oladi. Ikkinchi sababi, agar bola hammaga qizg'anishim kerak emas ekandi, man sanga deb berib yuboraversa, o'yinchoqlari hammanikida, har yerda, har kimnikida yotsa-yu, bolani o'zida hech qanaqa o'yinchoq qolmasa, bu ham juda ham yomon. Demak, bola o'ziga berilayotgan ne'matlarni, ya'ni o'yinchoq va qo'g'irchoqlarni qadrsiz qilayotganini, qayerdan kelayotganini tushunmayotganidan dalolat bo'ladi. Qizg'anishning uchinchi zarari, bu bola hech qachon o'zini barakali va boy hisoblay olmaydi. Chunki qizg'angan odamda pul to'planishi mumkin keyinchalik, lekin undan maza qilish va rohatlanish, haqiqiy xursandchilik hissi bo'lmaydi. Qachon biz bularni his qilamiz? Qachonki o'sha yig'gan boyligimizdan, pulimizdan kimnidir xursand qilsak, kim bilandir birga xursand bo'lsak, shu boylikdan maza qilamiz, zavqlanamiz. Jamoaviy o'yinlarni farzandlarimizga o'rgatish nihoyatda foydali va sizga, ayni sizni farzandlaringizga o'zini do'stlari bilan maza qilib o'ynaydigan o'yinchoqlarni qidirayotgan bo'lsangiz, ajoyib manzilni beraman. Bu profil orqali farzandlaringiz va qo'shnilaringizni farzandlari ham birgalashib o'ynaydigan o'yinchoqlarni topishingiz mumkin.